Assalomu alaykum, xayrli tongmani kuzatuvchilarim, yaxshi dam olib turdinglarmi? Bismillah deb birinchi qovunimizni qo'yamiz. Chunki kecha mendan iltimos qilishdi. Qovun ko'proq so'ying iltimos dedilar. Marhamat. Endi qovun yeyishga shoshilamiz. Bismillah, buni qaranglar. Mashalloh. Hidini qaranglar, buni hidini. Zo'rmi? Qani? Meva tashga shoshilaylik endi. Mazza qilib, qor yog'sa ham mayli, uyga borib issiqxona qilib yeysizlar. Xolasiz savoy solib berib yuboraman, xo'pmi? Qovun yeyishga shoshamiz endi. Qani, kuzatuvchilarim, meva tashdagilar sizlarni xursand qilishda davom etadi. Zo'ra. Qani kelinglar-chi? Yeb ko'rasizmi? Sovuqmi?